Qanday qiyin bo'lmayaptimi? Haligilar sahnaga chiqishda, bova. Endi qiyin bo'ldi, bosh ko'rdingmi? Jo'rab bola hazillashamiz bu bilan. Hozir ikkinchi yozga. Biz hozir grimyorkadamiz. Xos kosmos jamoasi birinchi sahna ko'rinishiga tayyorlanishmoqda. Birin-ketin savolga tutamiz. Shahzoda aka o'zlari tayyorlab ketdilar. Assalomu alaykum. Chaqirmasa ham kelardik. Siz hali grim qilmadingizmi? Rahmat rais va so'z berganingiz uchun. Chol obrazida chiqish qanaqa bo'lyapti? Menga qiyin emas, chunki o'zi chol bo'ldim men. Chiroyli qilibdilar meni. O'zi chiroylimi? Yana chiroyli. Birinchi sahna ko'rinishinglarni o'zidan grimlar qilasizlar, soqolli ulaysizlar, mo'ylovli ulaysizlar, uni yechib, ikkinchi ko'rinishgacha shoshib qolmayapsizlar? Yo'q. Eng zo'r sirni ochaymi sizga? Mana bu apparatdan keyin bor-ku o'zi, soqollilar-ku yopishtiradi. Bitimni yo'ndiradi. Lekin muxlislar uchun. Rahmatli bobom borlar-da. Xuddi mana shunaqa yotardilar, ishonasizmi? Xuddi mana shunaqa. Bobong hozir go'rda yotibdi. Shunday soqollarchilarimiz, kiyinamiz, chipchavamiz. Assalomu alaykum barcha mehmonlarga. Bular itda bular. Men yugurib javob beraman. Ayting savolingizni. Ulgurasizmi? Hozir ikkinchi yozga.